O'zi o'rtacha bir oydan necha so'm pul topasiz? Assalomu alaykum, aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Bir ikki savollarimiz bor, javob berib bilasizmi? Ha. Shahlo Salayeva aytgan odam kim? Ko'pchilik ham endi odam emas, aslında Allah istedi bo'ldi. Bir to'ydan necha so'mga chiqasiz? Her xil yerine qara, to'yina qara, bir bo'lishi mumkin, qiynakar, yapatya to'y barak bo'lishi mumkin. O'zi o'rtacha bir oydan necha so'm pul topasiz? Aytolmayman. Sir. To'shni summani aytishingiz shart emas. O'rtachami? Jazon pul topamiz o'rtacha bir oyda. $1,500 aytgiding gap emas. Xo'p, nima uchun sizda boshqalarga o'xshab manmanlik va kibr yo'q? Yo'q, endi endi oxir Alloh tarafidan berilgan u yomon hislatlar ham. Shunchaki uni me'yorda yoki da shunday vaziyatlarda chiroyli chiqib keta olish muhim. Men kibrli bo'lishni yomon ko'raman, dim yomon ko'raman kibrli insonlar ham. Lekin ba'zi bir insonlar bo'ladi, o'zidan yomon bir energiya tarqatib, yoqimsiz bo'lib, onim bo'lib turadi. Oshunaqda istamagan holda u odamga gulolmay ham qolsa, shunday odamlar ham bo'ladi hayotda. Hammaga gulishdan iloji yo'q. Size yoqmaydon ayol kishi. Xarakter tomondan. Yo, men yoqmaydi odamlarni kuzatimman, umuman unutib beraman unday odamlarni. Men faqat o'zimni yaxshi ko'radigan odamlar bilan bandman. Asa intervyu uchun katta rahmat. Rahmat.